Ro'zador odam o'z so'lagini yutsa, ro'zasi ochilib ketishi mumkin ekan. Bu gap qanchalik to'g'ri? Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Ro'zador odam o'zini og'zidan ajralib chiqqan so'lakni ichiga yutib yuborishligi hech qanaqa ro'zasiga xalal bermaydi. Og'iz o'zi ajratib chiqargan, og'iz bezlaridan ajralib chiqqan suyuqlikni, suvni to'plab og'izda to'plab ichadimi yoki bo'lib ichadimi, uni ichigariga yutib yuborishligi ro'zasiga aslo xalal bermaydi. Shu narsaga qattiq e'tibor qilish kerak. Odatda ba'zilar eshitamiz, bu masalada ilmlari yetarli bo'lmaganligi sababli Ramazon kunida og'ziga to'plangan suvni faqat tupurib yurar ekan. Maqsadi ro'zam buzilib qolmasin deb. Yo'q, unday emas. Ya'ni og'zi so'lagi, og'iz bezlari atrofidan ajralib chiqqan suyuqlik, og'iz so'lagi hech qanday ro'zaga xalal bermaydi. Bemalol uni yutib yuborsa bo'laveradi. Buni zarari yo'q, vallohu a'lam.